Salom, biz bugungi videomizda Marvel olamidagi top 20 ta eng kuchli qahramonlar reytingini tuzdim va aytgancha top 20 ta qahramonlar reytingi mening qarashlarim asosida tuzilgan. Agarda siz yoqtirgan personaj bu reytingda bo'lmasa yoki past o'rinda bo'lsa, men sizlardan oldindan uzr so'rab qolaman YouTube ahli. YouTube ahli birinchi o'rinda Loki vaqtlar hukmdori yoki top 10 ta Thanos bor deb o'ylasangiz, siz adashgan bo'lasiz. Sizni birinchi o'rin 100% hayratga soldi. Mabodo bitta o'rinda qahramonlar va yovuzlar bo'lsa, men ularni battle qilaman. Video boshlandi. Va aytgancha, hozirgi bizning eng katta maqsadimiz 2 obunachi. Bunga taxminan 200 talab obunachi qoldi. Iltimos qilib qolaman YouTube ahli, tezroq 2 ga bo'laylik. Va aytgancha, shunaqa qiziqarli videoga like bosib qo'ying shu videoga va kanalimga obuna bo'ling. Obuna bo'lish mutlaqo tekin. Bir xillar tekinmas deb o'ylaydi. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Qani let's go. 20-chi o'rinda siz kimni munosib deb o'ylaysiz? Shuni kommentlarga yozib qo'yinglar. Qani let's go. Hozir 20-chi o'rin chiqadi va 20-chi o'rinda Temir odam, 19-chi o'rinda Hulk, 18-chi o'rinda qizi bola Thor va Magneto, lekin Magnetoga ko'proq imkoniyat bor. Demak, 18-chi o'rinda Magneto, 17-chi o'rinda Thor va Kapitan Marvel, 16-chi o'rinda Doctor Strange, Thanos va Apokalipsis, 15-chi o'rinda to'xtang, rasmlar o'tib olsin. 15-chi o'rinni e'lon qilaman. Qani. 1, 2, 3. 15-chi o'rinda Jean Grey, Wanda, Professor X va uning opasi. Ismdan chiqib qoldi. Hech qisi yo'q. Lekin Professor X Apokalipsisga yutqazgan. Lekin uning opasi boshqa gap. Jean Grey va Wandani ham Professor Xning opasi bemalol yengadi. Nima deb o'ylagandingiz? Ana oti esma keldi, uni ismi Cassandra Nova, u bemalol ularni yenga oladi. 14-chi o'rinda Arvoh poygachi va Farishta poygachi. Mana rasmi ham qo'yib qo'yilgan obunachilar. 13-chi o'rinda Sentry, u bemalol Thor va Supermanni bemalol yenga oladi. U 14-chi, 15-chi, 16, 17, 18, 19 va 20-chi o'rindagi personajlarni yenga oladi. Balki 12-chi o'rindagi personajlarni ham YouTube ahli. 12-chi o'rinda davay. Knal, Dormammu, Galactus, Surtur, ular juda kuchli va aytgancha shu o'rinda Celestiallarni ham qo'shib qo'yish kerak. Chunki Celestiallar Marvel olamidagi eng kuchli personajlardan biridir. 11-chi o'rinda Oli Doctor Strange'dir. 10-chi o'rinda komiks personajlarining eng kuchsiz holati, ya'ni hamma tushundi. 9-chi o'rinda Ultron cheksizlik toshlari bilan. 8-chi o'rinda kuzatuvchilar. 7-chi o'rinda multi olamda tashqarida yashaydigan personajlar. Masalan, Eternity shunaqa personajlar. 6-chi o'rinda Trinaboal va Loki vaqtlar hukmdoridir. 5-chi o'rinda Beyonder. 4-chi o'rinda komiks personajlarining eng kuchli holati va molekula odam, Franklin Richards, Reketa shunaqa personajlar va komikslarning eng kuchli holati aritishlar. 3-chi o'rinda Oblivion. U Marveldagi eng kuchli personajlardan biridir. 2-chi o'rinda Toa, ya'ni One Above All, o'zbekchasida hammadan yuqori zot. U Marvel olamining xudosi, lekin birinchi o'rindagi qahramon undan cheksiz barobar kuchlidir. YouTube ahli, Marvel olamidagi eng kuchli qahramon bu kim deb o'ylaysiz?
Davay kommentlarga yozib qo'yinglar obunachilar. U bemalol Toa va boshqa personajlarni ham yenga oladi. U Kevin Feigedir, Marvelning yuragi, u eng kuchlisidir. U nafaqat komiksda, hattoki kino va multfilm olamidagi jami personajlar unga kuchi yetmaydi. Bittasidan tashqari u Stanleydir. Stanley, men ularni punktlar bilan solishtiraman. Kuch teng, chidamlilik teng, regeneratsiya teng, qobiliyatlar, jangovar tajriba har bittasi teng. Stanley avvalgi Marvel kinolarga rol o'ynagan, lekin u hozir vafot etgan. Sababi qariganda shu sabab. Ular Marvelni bir xil yenga oladi. Nafaqat Marvel, balki DCdagi eng kuchli personajlardan tashqari. Ular qanaqa urushadi desalaringiz, masalan, ular uchrashib qolishsa, Stanley va Kevin Feige mush ursa, butun Marvel olami yo'qolishi mumkin. Lekin Kevin Feige u Marvelni xohlasa Loki'ni o'ldiradi, xohlasa Toa'ni ham o'ldirishi mumkin. Stanley agar Marvel olamiga bo'lishini hisobga olsa, Kevin Feige Stanleydan kuchli bo'lishi kerak. Lekin baribir ular teng kelishi ham mumkin. YouTube ahli, iltimos shu videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shu videoni aktivini portlatib tayyorlanglar YouTube ahli. Videolarimiz shulardan iborat edi va aytgancha sizlar ham top 20 ta personajlar reytingini tuzib kommentlarga yozib qo'ying. Bu men chiqargan eng qiyin video edi, ya'ni eng ko'p vaqtim ketdi. Menimcha obuna bo'lsalaringiz shu videoga arziydi. Ya'ni u safargi videoyim anchagina aktivini portlatib tayyorlayapsizlar. Sizlarga kattakon rahmat. Buni 1000 tadan ko'p odam yoki 2000 ta yoki 10 000 tami shunaqa ko'rishlar soni 100 ta yoki 50 ta obunachi kelsa, men juda xursand bo'lgan bo'lardim YouTube ahli. Videolarimiz shulardan iborat edi. Hammaga xayr, всем пока.